Salom hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Desmos darslarini davom ettiramiz. Bugun 3-dars. Bizda funksiya berilgan bo'lib, undan interseptni topish so'ralsa, uni Desmos orqali qanday topishni ko'rib chiqamiz. Demak, bizda gx funksiya berilgan va undan y interseptni so'rayapti. Y intersept nima degani? Y intersept bu grafikda y ni kesib o'tib ketgan nuqtasini so'rayapti. Uni topish uchun berilgan funksiyamizni Desmos grafigiga chizib olamiz. Ya'ni gx teng ekan gximiz teng ekan 11 ko'paytirilgan 1 taqsim 12 ga va darajasida x 1 taqsim 12 to'g'ri darajasida x. Mana bu yerda funksiya bizga ko'rinmayapti. Oldingi darslarda aytganimizdek, sichqoncha orqali buni qimirlatib topishimiz mumkin. Uzr, mana bu yerda ko'payib ketibdi. Demak, mana funksiyamizning grafigi hosil bo'ldi. Mana bu bizning funksiyamiz. Shu shaklda ketgan. Bizdan y interseptni so'raganligi uchun, ya'ni y ni qaysi nuqtada kesib o'tib ketadi deganligi uchun y ni kesib o'tib ketgan joyini topib olamiz. Ya'ni ozgina tepaga chiqadigan bo'lsak, yana ozgina mana bu yerda funksiyamiz y ni kesib o'tib ketyapti. Ustiga sichqonchamiz bilan bitta bosadigan bo'lsak, bizda nuqtasini beradi. Ya'ni 0 va 11 ekan. Javobimiz 0 va 11. Bu A javobda turibdi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, juda ham oson. Va ikkinchi misolimizga o'tamiz. Ikkinchi misolimizda aytayapti, bizda yana funksiya berilgan, fx funksiya berilgan va y intersept nima bo'ladi deyapti bunda ham. Yana boyaginday funksiyani Desmosga ko'chirib olamiz. fx funksiyamiz ekan. fx teng ekan bizda -8 2 ning x-inchi darajasi. 2 ning x-inchi darajasi va plus 22. Mana bu yerga ko'paytirib qo'yamiz. Plus 22. Va bizda funksiyamiz yana ko'rinmayapti. Demak, uzoqlashtiramiz. Nega bizda funksiya yo'q? fx funksiya berilgan -8 2 ning x-inchi plus 22. Hop, mana bu yerda bizda nima noto'g'riligini ko'rsatadi. We only support limited equation of x. Mana bu yerda house-ni x ga qo'yishimiz kerak ekan. Demak, mana qayerda muammo borligini ham topdik. Endi yaqinlashtiramiz. Y interseptni so'raganligi uchun y ni kesib o'tib ketgan joyini topamiz. Ustiga bossak, bu bizda minus emas, 0 va 14 nuqtaga teng ekan. Va javobdan ham shuni belgilab qo'ysak, bu A javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 3-misolimiz. Bizda yana fx funksiya berilgan. Mana bu funksiya berilgan va bu grafikdan foydalanib x interseptni topish so'ralgan endi bizda. Demak, tepadagi ikkita misolda y interseptni topdik, ya'ni y ni kesib o'tib ketgan joyini. Hozir bo'lsa x ni kesib o'tib ketgan joyini topamiz. Funksiyamiz fx teng 7x - 84 ga teng ekan. fx teng 7x - 84. Adashmadik. Hop, yana uzoqlashtiramiz va mana ko'rishingiz mumkin, x ni bu 12 va 0 nuqtada kesib o'tib ketgan ekan. 12 va 0. Bu D javobda turibdi. Demak, shu bilan misollarimiz tugadi. Endi deylik, bizda Desmosdan foydalanganimiz kelmasa, bu turdagi misollarni qanday yechamiz? Bizda x intersept desa, y ga 0 qo'yib yuboramiz. Ya'ni y ning o'rniga 0 qo'yib yuboramiz. Bizda y intersept desa,
x ning o'rniga 0 qo'yamiz va funksiyamizni hisoblab qo'ysak, javobimiz chiqadi. Tepadagi misolni ham shu qoida asosida ishlab ko'rsak, bizdan x intersept so'ragan. Shuning uchun y ga 0 qo'yamiz. Ya'ni fx funksiya bu yerda y vazifasida kelyapti. Bu yerga 0 qo'ysak, 0 teng bo'ladi 7x - 84 ga. Bu yerda x ni topib qo'yadigan bo'lsak, bu yoqqa musbat bo'lib o'tadi va 7 ni bo'lib yuboramiz. Bo'lib yuborsak 12 chiqadi. Ya'ni x imiz 12 ekan, y imiz 0 edi. Va bu boya ko'rishingiz mumkin D javob chiqdi. Bunda ham D javob chiqdi. Demak, videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga a'zo bo'ling va Desmos darslarini o'tkazib yubormang.